Assalomu alaykum, Yasmin Abir kanalının obunaçıları. Bugün xudo xohlasa sizlar bilan Laylapganni giyim do'konini obzor etishga harakat etamiz. Bu yerda 50%, 20% skidkalar bo'lib turgan ekan. Bularni xudo xohlasa video davomida birin-birin obzor etib berishga, ko'rsatib berishga harakat etaman. Bizning kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Bu yerda xohlagancha kommentariy yozasizlar. Podpisatsiya bo'lib, like bosib qo'ysangizlar xursand bo'laman. Mesela gittik, burada pijamaların hemmesine 20% skidka koyarlar. Yani karanlar, bulanın tavarları brendler, burada her xil skidkaları var bulanın. Bu tarafta mahsulotlardan 20% çekilme koyarlar. Ondan tashqari kızlar karanlar, burada göynekleri var. Bu göynekler 400 ming so'mdan satılgan göyneklerine 200 ming so'mdan koyarlar. Keyin buradan bak 300 ming so'mdan satılgan göyneklerine 150 ming so'mdan koyarlar. Yazda chiroyli bo'lib, üstlerinde bagati bo'lib, chiroyli bo'lib turadi. Ve yine salkın saklaydı adamlar, kızdırı vermeydi. Keyin ben taraftan kostyumları var, köpçülük okutuvchilara, nelere studentler için kostyumlar, doykilar, troykilar tapılmaydı. Laylapganda var. Bunday narsalar keyin burada rubashkalar var. Rubashkalardan 20% skidka qo'yiladi. Keyin boshqa narsalarni hozir birin-birin obzor etib berishga harakat etaman. Xo'p, qizlar qaranglar, keyin burada shunday bodilarimiz var. Har xil rasvetkada bu bodilar var. Nabankalar, chiroyli bo'lib turadi ustlaringizda. Bu narsaning o'zi muxlislari var. Bularning hammasini necha so'mdan bu? 50 ming. 50 ming so'mdan. Bu yerda 100 ming so'mlik ham bor, 70 ming so'mlik ham bor, 40 ming so'mlik ham bor, 80 ming so'mlik ham bor. Hammasi 50 ming so'mdan ichida. Har turli rasvetkalar bilan ko'rib turibsiz. Her türlüsü var bir de. Bular pullar ham yozilgan 70 ming so'm, 100 ming so'mdan bular ham. Hammasi 50 ming so'm ustiga ko'rib bodilar esa her türlü rasvetkalar bor. Oqi desam, qarasi, qizili har xil rasvetkalar bor. Buni chiroyli bo'lib turadi. Bular hammasi 50 ming so'm. Xo'p, qizlar qaranglar, ben tarafda jeniski ayol qizlarimizga kerak narsalar bor. Jeniski taraflama, banda ochkilari bor. Bandaj bor ekan bunda. Men bandajni topolmaganimdan Xitoy zakaz etganman, apteklarni qarab topolmaganman. Layla opamda har turli assortimenti bor ekan bandajning. Keyin kapron kolgotkalari bor, losenalari bor, yozgi qishki, keyin kaprollari bor. Undan tashqari ochkilar ham bor ekan bu yerda, intimniy narsalar ham bor ekan. Jeniski taraflama ayol qizlarimizga kerak narsalar ham bor ekan. Geldirli dushlar ham bor bunda. Geldirli duşlar ham her türlü isleri, her türlü tenen yaldıratıp turadigan ham her türlü assortimentlari bor ekan. Keyin ben tarafında kosmetika naborlari bor. Ten deysizlarmi, tush deysizlarmi, tonalniy deysizlarmi, pudra deysizlarmi. Keyin ben tarafda yana SPF'lari, boshqa narsalari bor. Keyin qizlar ben tarafdan ichki kiyimlari bor ekan. Do'yki deysizlarmi, yo yolg'iz o'zi kerakmi, отдельно olasizlarmi, yo parni atib do'yki atib olasizlarmi, oqi kerakmi, boshqacha rasvetkalar ham bor. Ina bo'lsa-da boshqacha antik ekan, material ham boshqacha ekan. Kelaverasizlar, xudo xolasa Yasmina Brand kanalini ochib kelsangizlar, 20% chegirma bilan beradilar. Yasmina Brand kanalini odini ochish yoddan chiqmasin. Xudo xolasa har turli rasvetkalari, har turli razmerlari bor. Xo'p, qizlar, adresga keladigan bo'lsak, Karmax maktabni yonida bo'ladi. Karmax maktabdan aylangan yerda svetoforda o'tasizlar. Svetoforda o'tadi yer ham bor. Karmax maktabning yoni. Keyin ben tarafında saloni bor. Layla opamni kelaverasizlar. Xudo xolasa bizning kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Kommentariy yozib do'stlaringizga yuborib qo'ysangizlar xursand bo'ladim.